Osmanlı chiroyliligini qaranglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, qarmanglar, yaxshimisizlar? Qo'shko'pir avtoshopdan noodatiy obzor. Ko'chmas mulk bor edi, sotiladigan, shuni sizlarga hozir obzor qilib beraman. Joylashgan yeri ham zo'r, narxi ham yaxshi, arzon narxda. Shuning uchun sizlarga hozir obzor qilib beraman. Xudo xolasa, olgan odam hazrati foydalanadi, xayrini ko'radi bedan. Xo'sh, hurmatli obunachilarimiz, ne deymiz? Silikat zavod, Qo'shko'pirning silikat zavodi, biz Shavot yo'ldamiz hozir. Qo'shko'pir silikat zavod. Bu tarafda köne metan zapravka bor. Ana shu ikkisini oralig'ida gün chiqar tarafında ulli yo'lni bo'yi inozi yaqinlashtirib ko'rsataman. Ina mashina o'tib qaytib turibdi. Ulli yo'lni bo'yinda joylashtirib. Demak, girib keladigan yeri. Ina inbeda keladigan bir yo'l bor. Beri уже ochilgan tekiz yo'l, mashinada bemalol kelsa bo'ladi. Keyin o'rtadan inbedan ulli yo'lga chiqib ketadigan bir yo'l bor. Lekin buni surdirib yo'l ochib berish kerak. Keyin inban tarafında şu yerdan malxona bor, shu malxonani zaborini teyindan ham 5 metr 6 metrlik yo'l bor. Ulli yo'lga köne metan zapravkaning yonidan chiqib ketsa bo'ladi. 3 yerdan kelsa bo'ladi. Gaz, svet, suv hamma narsa o'zi ishon tarafdan Qo'shko'pir shahriga qarab ketadi. Uni hamma biladi. Undan muammo yo'q. Xudo xolasa yana shu yerda sotiladigan qaranglar. 2 dona uglovoy yer bor. Bularning hammasi hujjatlari, hamma narsasi tayyor. Hech qanday muammo yo'q, hech qanday qarzdorlik yo'q. Eng qiziqarlisi bir doimiy foydalanishga berilgan notariuslar orqali qo'ldan sotib olingan yer bu. Yani 49 yil arendaga berilgan, ya bo'lmasa bir majburiyat bo'yicha berilgan emas, doimiy foydalanishga berilgan, hech qanday majburiyati yo'q yer bu. Xo'sh, 20 metr, 60 metr bo'lsa 1200 kvadrat, ina ish yerdan, ish qarovulxonadan qarab ketadi 1200 kvadrat. Keyin bu tarafında esa 20 metr, 60 metrdan 1200 kvadrat yeri, 12 sotik yeri bana qarab ketadi. 2 dona yerimiz bor, o'rtada 10 metrlik yo'l, ikkisi ham uglovoy. 2 dona uglovoy yer, o'rtada 10 metrlik yo'li bo'ladi. Har qaysisini 10 ming dollardan beramiz. Eng qiziqarlisi menimcha birinchi bu tarafdan oladilar, sababi ina ishi qurilgan zdaniyaga 80 million so'm pul chiqqan. 80 million so'm pul chiqqan. Usta haqqilari, sabit hamma narsasi bilan ina tayyor qurilib turibdi, ustini bostirib foydalanib beraverasizlar, xohlasanızlar ishlab chiqarish, xohlasanızlar parrandachilikmi, chorvachilikmi, любой narsa aytib beraverasizlar. Bo'lmasa bo'lib yashashga mo'ljallab bersangizlar ham bo'laveradi, lekin hozircha noturar berlar. Hozircha noturar. Bir vaqti kelib turar aylanib ketadi, xudo xolasa. Ana shu uchun o'zingiz planlashtirib ko'raverasizlar. 10 ming dollardan beramiz. Yana 1200 kvadrat bu tarafda, 1200 kvadrat, yana bu tarafda ishi qurilish tugallanmagan binoni ham qo'shib beraveramiz, hurmatli obunachilarimiz. Ikkisi ham uglovoy. Endi az takrir bo'lgandan keyin men sizlarga videoda balkim tushuntirib berolmay turgandim, lekin zo'r joyda joylashgan, barter, naqd pul hamma variantda ish beramiz, xudo xolasa. Kelaverasizlar, shu Qo'shko'pirda yer qarab yurgan donishlaringizga tashlab qo'ysangizlar, ertang bir kun olib turib shuni zaboratib qo'yadigan bo'lsangiz ham baribir eldilaringizga chiqadi. Hozir 10 ming dollarga doğrusu normalniy kobaltdan 10 ming dollarga ololmaysizlar, toza kobaltni. 129 million so'm. Shuning uchun kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tavsiya, maslahat bizning obunachilarimizga olib qo'yinglar. Zarar qilmaydi. Bizning o'zlarimiz uchun sotmoqchimiz desangizlar, boshqa yerdan yer oldik, zaklatini berib qo'yamiz, qolgan pulni ham hisoblashib beradigan yerine kelib turibdi. Shuning uchun ana berimiz sal ortiqchalik etib turibdi. Shuning uchun berini sotmoqchimiz. Hech qanday qarzdorlik, MIPdan qarz, налогdan qarz bunday narsalar yo'q. Telefonlashib kelsangizlar, bemalol hujjatlarini ko'rsatib üstünde gelip gaplashaveramiz. Hozir ulli yo'ldan ham ko'rsatib beraman. Xohlasangizlar yana shu binoga kim qiziqadigan bo'lsa, binoni ichki tarafidan ham ko'rsatib beraveraman. Keyin hurmatli obunachilarimiz, agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, любой mashina barter etib beraveramiz. Agar qimmat mashina kelsangizlar, ustini pulni qaytib beramiz. Arzonroq mashina kelsangizlar, masalan, Damas kelsangizlar, ustini pulni sizlar to'ldirib berasizlar. Mana shuni qurilib turgan yeri ham bor. Yine azgına üstüne bir 4 qator karich örtüp turib, üstünü bastırıp faydalansanızlar ham bo'laveradi. Shuni yerda hozir ulli yo'lga chiqib turib, ulli yo'ldan ham video qilib beraman. Xo'sh, hurmatli obunachilarimiz, yana ulli yo'lni bo'yidan tushuntiraman. Bu tarafda köne metanning yonidan girib ketiladigan bir yo'l bor. Keyin birdan ham doğrudan girsa bo'ladi. Keyin imberda yana shu yerda ham shu mashina aylangan yerda ham ulli yo'l bor, shu yerdan girib boraverasizlar. 3 yerdan girsa bo'ladi. Yana qo'nishlar qurilish ham etib turibdi. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Yine
Şurada joylashgan. Yolni bo'yi bemalol kelib o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. 2 dona 1200 kvadratdan yer o'rni natural. Bahası 10 000 dollardan beremiz xudo xolasa. Bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. Menimda ko'na metan zapravka, ko'na silikat zavod bu buzib tashaldi. Bu tarafimiz esa ko'na metan. Kelaverasizlar, meyzi kutib qolamiz.